Assalomu alaykum, hurmatli qurdoshlar, yaxshimisizlar? Navbatdagi 15 kilovatlik avtomatga turimizda Saqlobodga Chinorat tumani Ustonovga qilib o'zimiz ishlab berdik. Katta motorga tayinlandi. Bu o'zi avtomatik oldi orqa aylanadigan bitta upravleniyasin qo'yib berdik. Hozir buni tekshiramiz. Hop. Mana bir marta tekshirib ko'rdim. Rekani sindirib o'raydi. O'zi orqaga qaytdi o'sha. Qisilsa orqaga qaytadi. Qisilyapti, o'sha orqaga qaytyapti. Shuna qilib, o'sha rekani sindiradi hozir. Ana rekan o'sha yarmini yurib oldi. Xudo xolsa, kunlarda shunaqa yaxshi sifatli katyolar kelsa aloqa qilib ko'rasizlar. Materiallarimiz 5 mm dan. Uzoq yillar xizmat qiladi, xudo xolsa. Sistema zakrit sistema bo'ldi. Hozir buni yoqib, chiroyli qilib yana ko'rsatamiz. Manzil Saqlobodda Anjobles yangi qishloq chegarasi postini oldida ko'mirxonaga qo'yildi mana. Bu ko'mirxona. Mana shu yerda 4-5 xona xonasi bor, mana shu yerda to'pli pol sistema shunday ulandi. Qiziqib ko'raman deganlar bemalol kelib ko'rsalar bo'ladi. Qarshiligi yo'q. O'zimiz ukaxonlarniki obyekt. Hozir yonishini ko'ramiz. Ko'mirni ham solib, xudo xolasa bunkerni to'ldirib, mana ko'mirni turpoq aralash yillarni tashladik. Eng kattasi tuxumdan kattaroq g'ashnaqalari ham bor. Angrenni turpoq aralash qilib qo'ydik. Juda ham tez effektli bo'ladi, chunki graduslar juda ham tez ko'tariladi. Endi buni masofasi yaqin. Xudo xolasa qancha rasxodlarni hammasini ertaga yana bir video qilib tashlaymiz. Bir kun, 2 kundan keyin rostmana kelamiz. Uylar binoni isitib olsin. Yana bitta to'ldiramiz bunkerda. Shu to'lgani net sutga yoqishini shuni olib video qilib beraman. Qiziqqanlar kelaverasizlar shu yerda. Obyekt mana shu ko'mirxona. Yangiqishloqda post eski posti oldida ko'mirxonada. Alhamjon ko'mirxonasi. Taniganlar kelaverasizlar. Shunaqa katyolar kelaversa, qiziqish bo'lsa ko'rib ketaverasizlar. Rasxodlarni xudo xolasa aytib ketamiz. Sutkasiga qancha ko'mir rasxod qilyapgan. Yoqib mana ishlab berdik. Sizlar omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.